Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari. Bizda yangiliklarimiz mavjud. Marg'ilon agrotexnikalar do'konimizga ko'pchilik kutgan yangiliklarimiz. Hop 7 ot kuchli motobloklarimizni oddiy variantlari hamda starterli variantlari yetib kelgan. Video davomida to'liq obzorini qilib, narxi ma'lumotini berib tanishtirib o'tib ketamiz. Hozir robitadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Bizda yangi kultivatorimiz kerak ko'rishlar mumkin. Motorlari 170 F motorlar bilan jihozlangan sifatlari juda ham a'lo darajada bo'lgan. Motoblogimiz Everest firmaniki Birinchi o'rinda benzin bakiga to'xtalib o'tib ketamiz. Benzin baki 3,5 litrli, 4 litrli benzin baklar bilan jihozlangan bo'ladi. Soatiga 800 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qilib beradi nagruzkalariga qarab. Bemalol bitta xo'jalikka olib turib foydalansalaring bo'laveradi O'zdiqlari maslinni o'zdiqdan maslinni o'zdiq bo'lganini hisobiga filtrga yoq quyib ishlatganlarning hisobiga motorlari umuman chang o'tmay uzoqroq xizmat qilib beradi Boshqa 7 ot kuchli motobloklarga nisbatan ovozlari anchagina past holatda bo'ladi Oldi duga qismlari ham anchagina qalin baqot holatda hisoblangan bo'ladi. Motorlari boshqa 7 ot kuchli motobloklarga nisbatan oborotlari baland qilib ishlangan. Ko'pchilik akalarimiz aytadi, orqaga ham yuradim degan akalarimiz uchun orqaga ham bemalol harakatlantirsangiz ham bo'laveradi. Oldiga ikkita, orqaga bitta skorslari bor. Skorslari ham juda ham yumshoq holatda, o'chirib qo'yadigan knopkalargacha o'ziga qo'yilgan. Gazlari, muftalari endi bitta ishlashini ko'rsatib tushuntiramiz. Ko'pchilik akalarimizga yangilik bo'lishi mumkin. Muftani bosasizlar, skorga urasizlar, muftani qo'yib yuborsalar, avtomatik yuradi. Xalasli holatda bemalol boshqa skorga almashtirib ishlatishlik mumkin. Orqa tomonda o'zini qishloq xo'jaliklari bilan jihozlangan. Bu qishloq xo'jaligiga ko'pchilik akalarimiz nima qo'yib ishlatsa bo'ladi degan akalarimiz uchun qishloq xo'jaligi karcher apparat, sunasos apparat, dori apparatlar bemalol ustunovka qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Komplekt holatda kulish dokumentlari hamda original frezalari balon o'rniga tushadi. Frezalari bemalol bitta agatni ichiga tushirib ishlatishlik mumkin. Balonlari ham 60-70 ga tayyor moslangan holatda bo'ladi. Diktorlariga, motorlariga 1 yildan garantiyalari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu kultivatorimiz narxi 3,700,000 so'm. Like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib kelganingiz uchun 50,000 so'm skidkamiz bor. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilib, to'liqroq ma'lumotini so'rab olishingiz mumkin. Optimal degan klientlarimizga optim narxlarni qilib beramiz. Yana yangiliklarimizdan kelyapti. Ularning ham videosini qo'ldan kelgancha sizlarga tanishtiramiz. Endi bizda starterli variantimiz kelgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu starterli variantimiz yosh kattalar, kichiklar uchun ishlatish uchun qulay. O'zida faralari ham qo'yilgan. Faralari ham mana LED faralar bilan jihozlangan, oq chiroqli LED faralar bilan jihozlangan. Buni ham o'zdiqlari maslinli, gabaritlari unga nisbatan ozgina kattaroq bo'ladi. Ko'pchilik akalar aytishadi, akkumulyator o'lib qoladi, akkumulyatorsiz bo'lmaydi deydi. Akkumulyatorlari quyosh panelida akkumulyatoridan geliva akkumulyator bo'ladi akalar. O'zini o'zi zaryad qilish xususiyatiga ega. Starterlari ham katta starterdan yarimta kalitga bemalol zavodit qilish ishlatsalar ham bo'laveradi akalar. Undan tashqari gazlari boshqa motobloklarga nisbatan qalin, temirli gazlar bilan jihozlangan holatda bo'ladi. Sifatlari juda ham a'lo darajada. Balonlari ham 410 katta balondan qilib ishlangan. Mufta, setlena hamma funksiyalari bunda ham qo'yilgan sifatlariga buni ham 1 yildan garantiya beramiz. Komplektida shu kulish dokument, freza ham yo'q komplekt holatda bo'ladi. Bu kultivatorimizni narxi 4,700,000 so'm chiqadi. Kanal nomidan keladigan obunachilarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Bu kultivator bitta baloni bilan starterda farq qiladi deydi. Oddiylarga qaraganda yo'q akalar. Bu oborotlarida ham, yurishlarida ham, boshqa holatda ham har tomonlama oddiy hamda farali motobloklarga nisbatan farqi bo'ladi akalar. Bunga ham garantiyalarni beramiz. Narxi 4,700,000 so'm. Like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga yana ham skidkalarni qilib beramiz. Telegram guruhimiz ham, kanalimiz ham bor. Telegramni yozadigan bo'lsangiz ham qo'shib qo'yamiz. WhatsApp nomer, Telegram guruhi hammasi shu nomerda yozilgan. Telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi. Bemalol telefon qilib bog'lanib xarid qilishingiz mumkin.